Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Navbatda Erkin Asiya radiosi uchun Gulchehra Washingtondan ma'lumot bermoqda. Men hozir Washingtonga joylashgan Xitoy bosh elchixonasining oldidagi namoyish maydonidan sizlarga ma'lumot berib turibdiman. Ko'ryapsizlar, bugun osmonmi ko'k, yermi ko'k. Qo'lida ay yulduzliq ko'k Sharqi Turkistonning bayroqlarini ko'targan Uyg'urlar bugun atdigan Uyg'ur Ali kengashini tamamlab, navbatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga silayotgan zulmlari, Uyg'ur elida yurgizayotgan siyosatlariga qarshi o'zining norozilik namoyishini boshlab etdi. Mazkur namoyishga bugun dunyoning har qaysi joylaridan kelgan, ya'ni 20 necha davlatdan kelgan 150 dan ortiq Uyg'ur vakil va bir qism axborot o'rinlari, shundaqla xalqaro tashkilotlarning vakillari bo'lib 200 ga yaqin odam qatnashdi. Dünyanın hem yerinde yığılgan Şarkı Türkistanlıklar, yani Uygur halkı yürükümüzde ifadelaşka ve onun bizden işgaliyet kılan zeminimizni ve besivağan zeminimizden nait tehirsiz çıkı dalalet kılıçkı keldik. Köpçülük, biz ettigen yak şundak çarşıdınla, tünügün şunca uzun yollardan besip geldinla, dünyanın hem yerlerinden sizlarni bütün halkımız vekil kılıp, özünün arzu armanları bilen vatanni azat kıladigan birinci sepke evetti. Biz bir yerde turvatkanlar, ana şu can meydanında turvatkanlar. Biz bir yerde turvatkanlar, ana şu Şarkı Türkistan'ni, yani Uyguristan'ni, yani Uygur yani bayatın şunda 3 at bilen atap gitti. Böyle nemi bilen ataştın katı nazar, bizden Şarkı Türkistan'da aldığımızdaki esirde iki devletimiz kurulgan. Yani o vatanını azat kılış, tacavuzçılarının tapınıdın şu vatanımızda tatip ediş için biz aldın kısap çıkan rehberler. Bizden etrafımızda minligan, milyonlugan halkımız bizden kollap duruptu. Köpçülük sizler özənlərinin ornunlarını bilisler, özənlərinin vekillik ornunu, arzuyunlarını bilisler. Her birinler milyonlugan Şarkı Türkistanlı'nın avazı. China terrorists! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! Freedom for Uyghur! Freedom for Uyghur! Freedom for Uyghur! Freedom for Uyghur! Shame on China! Shame on China! Shame on China! Shame on China! Shame on Hu Jintao! Shame on Hu Jintao! Shame on Hu Jintao! Shame on Hu Jintao! Terrorist Hu Jintao! Terrorist Hu Jintao! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist China! China is guilty! China is guilty! Guilty of genocide! Guilty of genocide! China! China out of East Turkestan! China out of East Turkestan! Fascist China! Fascist China! Fascist Hu Jintao! Fascist Hu Jintao! Fascist Minjabao! Fascist Minjabao! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! Freedom for Uyghur! Freedom for East Turkestan! China terrorist! China terrorist! We would like to send our voices inside of the people who are living and hiding inside of this building. We are the East Turkestanis. We are not the people from Xinjiang, but we are from East Turkestan. We can say proudly, we are East Turkestanis. We are the Muslims. We are not afraid of your policies. We would like to say, China terrorist! China terrorist! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! China out of East Turkestan! Fascist China! Fascist Hu Jintao!
think with this as background, we probably have to go. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Washingtondan Erkin Asiya radiosi uchun Gulchehra ma'lumot bermoqda. Bugun 2011-yil 5-oyning 2-kuni, ya'ni hozirgi vaqt tushdan keyin Washington vaqti 4. Navbatda men Xitoy elchixonasi oldidagi Uyg'urlarning elib berayotgan namoyish maydonidan sizlarga xabar berib turibdiman. Assalomu alaykum Sayyidin Turk apandi. Bugungi ichilish murosimilar shunchalik muvaffaqiyatli bo'ldi, muborak bo'lsin. Rahmatga. Endi navbatda ilib berayotgan bu namoyishlarning maqsadi va buning ahamiyati haqida qisqacha to'xtalgan bo'lsangiz. Albatta biz bugun Sharqi Turkiston Uyg'ur Oliy Kengashi uchun bir haftalik Amerikaga safar qildik va Amerikaning poytaxti Washingtonda va Kongress binosida Capitol Hillda natijali bir yig'in o'tkazdik. Yig'inimizdan keyin biz milletimizning umidini, milletimizning niyat maqsadlarini va milletimizga rahbarlik qilayotgan birdan bir oliy organ bo'lgan Dünya Uyghur Qurultayınınki bütün nişanını Xitay elçixanası aldıda milletimizge vakaleten bir yerde biz bunu sözlavatımız. Bu bolsa bizge müstakillik, bizge erkinlik, bizge hürriyet, bizge insanda yaşaydıgan bir muhit. Biz bunu Xitay'nın elçixanasıda, Amerika'daki baş elçixanası aldıda hazır bir neçe yüz Uyghur kardeşimiz bilen birge biz bunu yukarı avaz bilen inik ifade kılıvatımız. Bugün kök bayraklarımız Xitay elçixanası aldıda lafildavatıdı ve Xitay elçixanası aldıda milletimizdeki avazı sadat edivatıdı. Endi sizningcha mushu bir hafta Washingtonda davom qildigan bu Uyg'ur Oliy Kengashi Xitoylarga qanday bir signal yetkazishni maqsad qilgan? Mençe sinyal yetkazishni maqsad qilgan masala hosil bo'ldi deb o'ylayman. Qanday deganda Xitoy birinchi qitimliq Sharqi Turkiston xalqining bu darajalik ittifoq ichida Amerikada jam bo'lishi va Sharqi Turkiston Uyg'ur Oliy Kengashi ismi bilan bu yig'inni o'rinlashtirishiga chidayanmaqliq. Bu Xitoyning jon tomiriga tegishlik. Shu sabab bilan hozir O'rta Osiyodan kelayotgan nurg'un vakillarimizning pasaportlari jitlib, bular yerga tashlanib, bularning kelishi amaldan qoldirilgan. Demakli Xitoy buningga chidamadi. Xitoy hozirgi kunda Yasemin inqilobi bu Şimali Afrika'da bulavatkan halk inqilabının, O'rta Sharqda bulavatkan halk inqilabının özüge çaşraydiganligini ve bu ta'sir dairinin özünü yimritib, özünü parçalaydiganligini biliglik his qiliqliq. Bizning naq shu mezgilda o'tkazilayotgan Washingtondagi bu Sharqi Turkiston Uyg'ur Oliy Kengashi millatimiz bilan Sharqi Turkiston xalqi bilan Sharqi Turkistonning xalqining umidi bo'lgan qurultayninki bir niyat bir maqsad bilan jam bo'lishining oldini olish uchun Xitoy hozir turli tadbirlar ishlatdi, lekin buningda hech qanday shaklda muvaffaq bo'lolmadi. Biz bugun yig'inimizni ochdik va bugun Xitoy elchixonasi oldida namoyishni qilyapmiz. Xitoy andishi bilan, Xitoy tashvish bilan, Xitoy qo'rquv bilan yashayapti. Shuning uchun internetni, torlarni, bütün axborot organlarini to'xtatdi. Men 21-asrda dunyoga jahongir bir davlat bo'laman degan bu iddiodagi bir davlatninki internetni to'sishi demaklik uning qanchalik hayvi ichida, qanchalik andishi ichida ekanligini va o'zining qilgan xato siyosatining Uyg'ur xalqini yo'q qilish siyosatininki natijasini qanchalik ig'ir bir shaklda o'ziga qaytadiganligining bir ifodasi. Biz ishonamizki millatimiz o'z taqdirini o'z qo'liga oladi. Rahmat sizga barliq faoliyatlaringizning utuqli bo'lishini tilaymiz. Men sizga rahmat aytaman. Hurmatli Asqarjon apandi, Washingtonga xush keldingiz. Rahmat, xush bulduk. Bu Sharqi Turkiston Uyg'ur Kengashininki ichilish murosimi intayin muvaffaqiyatli o'tdi. Navbatda sizlar yig'in tamomlab bu ya'ni Xitoy elchixonasidan oldiga namoyishga kelibsizlar. Hamda mushu namoyish qatnashayotganlar shundaqli yig'in kelgan mushu vakillarning qaysi davlatlardan asosli kelganligi haqida qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bizni ziyorat qilganingiz uchun ko'p rahmat. Biz bu kengashga dunyoning to'rt bir tarafidan, masalan, Germaniya, Gollandiya, Belgiya, Norvegiya, Shvetsiya, Türkiye, Qozog'iston, Qirg'iziston, Misr, Kanada, Japoniya o'xshash davlatlardan vakil saylanib keldik. Bu yerga yig'ilishimizning sababi bo'lsa, buningdan keyingi ilib boradigan davomizda ilib boradigan yo'l xaritasini chizish, hozirgacha bo'lgan qilib kelgan ishlarimizning qisqacha bir analizini chiqarib, buningdan keyin qanday yo'llarni tutib mangamiz
qandaq ishlarni qilamiz va texnik yuqori panliga ko'tarish uchun qandaq bir strategiya tiklab chiqsak bo'ladi. Mushu to'g'riliq muzokara o'tkazmoqchi. Bu muzokarada degandek bir hafta davomlashadi. Har yerdan kelgan, har turli fikrdagi, har tur iqlimdagi insonlarningki bir ara kelishib, muzokara qilishib, buningdan keyin davomizni texnik yuqori panliga ko'tarish uchun bir yangi yo'l xaritasini chizib chiqish sababi bilan buraya kelgan. Rahmat sizga. Endi anglashsak Dunyo Uyg'ur qurultayining bergan ma'lumotlariga qaraganda Xitoy mushu yig'inni to'sish uchun nurg'un harakatlarni qilibdi. Endi bu yig'inmi Rabiya Qodir xonimning tashabbusi bilan bir yil burun tayyorliklarini boshlagan edi. Bu jarayonda qanday bir to'sqinliklarga uchradinglar, ya'ni Xitoy hukumati tomonidan? Başta deyilingizdek bu yig'inga bir 7-8 ayning yog'i tayyorlanayapmiz. O'tgan yil 9 oyda başlagan. Bu yig'inninki faqat Dunyo Uyg'ur qurultayining yig'ini emas bu. Vatan sirtidagi bütün Uyg'urlarninki vakillarininki qatnasha olganinki bir yig'ini bu yerda deb o'tilgandek endi umumiy bir fikrga kelish, uningdan bir mazmuni chiqarish sifatida bu nimada bu yig'inning ichilmasligi uchun Xitoy endi biz shu yig'inga harakat o'tganning yog'i boshda bizningki e-maillerimizdan tatib, ularning bir-birimizning nomidan bir-birimizga xatlarni avatib, hatto bo'lunmagan paranglarni o'tirg'a silib bir g'ol-g'ol chiqarish, yoki bir ziddiyat ko'paytirish uchun bu harakatlarni ifoda. Uningdan keyin shu vakillar keladigan davlatlarningki hukumatlarga bisim ishlatib, viza bermasligi uchun bo'lib Amerikaning viza bermasligi uchun, masalan Qozog'iston, Qirg'iziston o'xshash davlatlardan ba'zi vakillarimiz kelimiz deb yo'lga chiqqan bo'lsa-mu aerodromdan qaytib ketish majburiyati qoldi. Undan keyin mush Amerikan hukumati o'zigimi bunda bir yig'ilishning bo'libmi nimada iç kongres avsta içilmasligi, bunun u yerda yo'l qo'ymaslik uchun harakatlar bo'pti. Yalnız bu yig'in qilam emas. Lekin g'alba qilamidi. Yalnız bu yig'in qilam emas. Bizningki hozirgacha dunyoning qayerda bo'lsin, masalan Yevropa parlamentosidan tutun Germaniya parlamentolari, Kanada parlamentolari, İtalya, Shveysariya, Avstraliya parlamentolarigacha ichilgan bütün yig'inlarimizni hozirgacha to'sab kelish uchun qo'ldan kelgan bütün g'ayratni, bütün kuchini ishlab keldi. Lekin hech birisida g'alba qilamidi. Chunki Xitoyninki o'ylamay tushunmayotganligi bu g'arb davlatlarininki sirtning bisimiga bo'yin egmaydiganligi, sirtdan bisim ishlatgan sira texi buningga reaksiyaning ko'paydiganligini bilamay qilyotidi. Shuning uchun Yevropa parlamentlarida necha yig'in o'tkazdik. U yerda Rabiya xonimni kirgizmanglar, qurultayning yig'inlarini u yerda ochmanglar, Uyg'urlar u yerda platform tayyorlab bermanglar deb nurg'un xatlarni va bu protestolarni qilgan. Ammo hozirgacha biz bütün faoliyatlarimizni deganimizdek olib kelyapmiz. Davomli utuq tilaymiz sizlarga. Barliq faoliyatlaringizning g'albilik oxirlashishini kutamiz. Ko'p rahmat sizlarga ziyoratingiz. Rahmat. Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! Hürmetli televizyon köygüçüler, növbette Washington'da, yani Washington'a joylashgan Xitoy elchixonasi oldidagi Uyg'ur faoliyatchilarining namoyishi hozir tamom bo'ldi. Bu namoyish 200 cha odamning qatnashishi bilan 2 soatcha davomlashdi. Bugun yani 2 may, ata 3 may Sharq Turkiston Uyg'ur kengashining yig'in faoliyatlari rasmiy boshlandi. Biz yig'in maydonidan naq maydon xabar beramiz. Xabardor bo'lgaysizlar. Rahmat.